Sinfdoshlar qalaysizlar? Bugun bir yig'ilmaymizmi, o'rtoqlar? Oybek, mana syomka qilib. Nima? Bo'pti, sinfdosh. Oybek, yaxshimisan? Qayerdasan? Qayerdaligingni shuni aytib yuborsang bo'ldi. Oybek, yaxshimisan? Oybek, qaydasan? Hozir boraman men ham. Oybek, qayerdasan? Yomon sovuq atib ketdim-e. Borardim-da, aytsang. Doim futbol ko'rsak, barcha yutadigan joy bor-ku, Muqimiy ko'cha degan. Bo'lmi? O'zimizni bitak. Chibrit oldi. Oybek, qaydasan? Men tezda boraman. Qizdirmayman, mashinani tezda mana ketdim. Mana bolalar, Muqimiy ko'cha. Mana to'g'risi degan, mana shu joy. Kelishur, tezroq kelish. Mana kelib qoldim Oybek. Riyadim men shu. Oybek, mana keldim, kiryapman mana. 1 minut kiryapman. Rahmat aka. Oybek, mana mashinadan tushdim, kim ketyapti? Oybek, men keldim, qaydasan? Kira olaymi? Sinfdoshlardan bitta joyga yig'ib oldik. Videoga olay desam o'zicha uyalishdi, lekin bu qiz orqasidan kelishganiga uyalishmadi. Bu sinimiz Gurpan jonlantirish agentligidan. Assalomu alaykum, xizmatda aytasiz. Rahmat sinim. Bu siz ham yig'ilib turaylik sinfdoshlar. Hey sinfdosh